Oho, uçma kelipsan be, bek bolat. Çetip keldin. Yürümen go, men nönlü. Kuma qara. Tijap bolup turuptu bunun qara. Optu bardan ağa optu. Bunu vatanperverde damıllalaga taşap koyun bu uyda. Yani çoңqыраак жерде окугандан карап, yani профессионал про бир адамчылардан. Каны эми эмелеп шакы бурасаммын, кара тиежак. Элде кайда? Элде кайда? Сел тиди ушундан ал. Бек болот жорамыз келди, урматтуу абончылар. Ya uçma besipti da. Hoş. Ola canlıslar. Rahmet. Assalamu alaykum aziz dostlar. Bugün Yengibozor tumanida Kosmos degan çayxana açıldı. Bugün açılış bo'ladi. Sadaqa beryotir. 30 kala pulab pishyotir. Xalqimiz uchun bepul tarqatilyapti. Kelaverasizlar, pulab ijod bo'lsangiz, Yengibozor toza hokimiyat bilasa, shuni yan boshida bo'ladi. Eganadacha, mana shuni yan boshida. Sentrda, yo'lda bo'yinda. Hozir 12:30da saladik. Kim ko'rib turgan bo'lsa, videoni bemalol kelaverasizlar, uy olib partilib o'tirmaysizlar. Ana shu yerda bugun suzma pulov yeysizlar, kelsangizlar. Sog' bo'lasizlar, yaqin do'stlaringizga tashlab qo'yinglar, bizga bir-biringizga tarqatinglar. Omon bo'lasizlar.